Eng arzon sizlarga arzon narxda Lada Priora avtomobilni ko'rsataman. 2008-yil ekan. Yurib turgan mashina 65 talik metan gazlargacha bor. Kraskasi menimcha asl bo'lgan deb o'yladim, tag'in yana bilmadim. O'zingizlar ko'rib ko'rsatib tekshirib olasizlar. Unaqa qattiq seryozni modellargacha yo'q ekan. Xo'p, mashina yaxshi holatda, yurib turgan tayyor. Kondisionerlargacha bor ekan menimcha. 300 mil atrofida yurgan. Motorlari cho'tki ekan, hech qanaqa xarajati yo'q ekan mashinaning. Motor tomonlama, texnik taraf bilan xarajati yo'q ekan. Motorlar yaxshi ekan, korobkalari ham yaxshi ekan, yurib turgan tayyor. Lada Priora, chiroyli mashina. Ranglari ham stalnoy ranglarda. Metan gazlargacha bor. Mashinaning kuzovidachi anaqa narsalar bor ekanda, septorning ham joyi, lekin shundoq haydab yursa ham bo'ladi, xudo xolasa puli yaxshi. Hadolari zo'r ekan, yumshoqqina. Bitta balon taqib olsanglar, yaxshi zo'r holat keladi. Bu Lada Priora'ning 2008-yil tayyor mashinasi gazlari bilan eng arzonida $1900 ga beraveramiz. Buyurib olinglar, bosib tashlaylik.